Quvonyapman dedilar. Alohida bir qarsaklarni balandrog'i bormi mehmonlar yana bir karra. Bravo. Mansur aka, endi buni topshirish uchun sevimli ijodkorimizni xos sahtamizga taklif etamiz. Sevimli ijodkorlarimizdan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova. Rahmat, Mansur aka. Sizni qo'lingizdan bunaqa mukofot olish albatta bizga baxt, ustozimizsiz. Dunyo turguncha turing. Har doim bizga shunaqa bir ustoz sifatida